eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Kim? Ben. Tez. Tez ol. Aka, hemiz kep oldu mu? Akamçı o. Bu cürüydü. Aka. Hay. Lav hay. Aka. Çoğunçağında yütköpe kelgen 50 nefer buradarının hemiz yığılıp oldu. Ula hoylu saklavatıdı. Bildim. Buradarlar her vakit buyruğunu küssü. Çıksan buludu. Aka, Kire. Yemiş oldu. aka, Maligis geldi. Hazır kayada. İş kaldı da. Tez başlayıp kire. Kene merhamet. Çakırınçım. Haber kılmaylık yapsız. Kene olturun. Diyor hocayın. Yağlımı geplerini az kılaylı. Üç gün oldu. Sizden haber etme kaydep gelişim. Heli Allah'ın koluğu çöreldiniz mi? Buradar. Yana 2 gün vakit verin. Ben çokum tapşırman. Bu bana bergen 3. kıtımlık verdiniz bu deymen. Her kıtımlıkın neticesi beni ümitsizlendirip geldi. Diyor hocayın, kabiliyetinlerden gomalanıp kaldım. Bu mallarını koluğu çürüşke küçün ayitem du yetmemdi. Buradar. Bu gipiniz çektim bekleyişip gitti. Neymiş ka? Ben vədi bergen işini çokum kılalayman. Yani bir kıtımlık verdi. Menin pek mi bilgim ba? Verdinizni kaçan emelge aşıralaysız? Ben vakıtın çeklemesi ba dep sizge etkan. Elbette, taqatning mo çeki buludu. Qarasam, sizning mo qiynaldigan yeringiz ba o'xshaydi. Meningcha, 2 kun bo'lsa 2 kun bo'lsin. 2 kundan keyin agar yana natijasi chiqmasa, bu ishga odamlarim qo'l tiqidi. Sodimizmi o'zligidan bekor qilinadi. Sizmi oldin olgan 500 ming kesak oltinni qaytarib bersiz. Ma'qul. 2 kun bo'lsin. Aka. Dayt yaxshi. O'choq. Qanaqroq? Xabarga ega bo'ldim. Obrukda Jinbiyo va Iliq Shumtak mbakan. Hamiz Qizil Yulduz doktorxonasi ekan. Qizil Yulduz doktorxonasi? To'g'ri. Jinning qo'lasidagi 10 necha birodarning hammasi xolera bilan yuqumdi. Hozir doktorxonada ekan. Nima dedim? Bu bo'ldi, aytayver. O'z odam. Jinning qo'lasidagilar xolera bilan yuqumni o'qamay, balki yana bir yaponiyalik Jon Suyilan. To'g'ri. Johnson Yilan. Siz qanday bilsiz? Bu odamlarning hammasini Qizil Yulduz doktorxonasida davolanayotdi dedingmi? Ha, shundoq. Ish chataq. Nima bo'ldi? Malcho, mal qayerda? Malni Longwon ibodatxonasidan yer ostiga ko'mib qo'yibdi. Nayt yaxshi. Hozirla, birodarlarga ayt. Longwon ibodatxonasiga berib, malni yetkazsin. Xo'p, To'xtab tur. birodar. Yana boshqa ish bormi? O'cho, sen sirtda birdan saqlab tur. Mening qirinishim bilan so'zlashadigan ozroq gapim bor. Xo'p. Yo'q, xo'jayin. Nima bo'ldi, birodar? Malning izlerigini bilib bo'lsaqmi, endi oldirmaysiz-ku. Mening bir nechta savolim bor. Qanday savol? Birinchi, Obrukti degan kim? Bir jahon kezar qotil. O izchil jinni bilan malni qo'g'dab kelyapti. Manaqda. Ikkinchi masala.
Bu ishni qandaq bir taraf qilmoqchi bo'lyapsiz? Avval Longwang ibodatxonasiga berib, malni ip kelaman. Undaqda obrukti bilan jinni uchu. Ularni undaq oson qo'yib o'tmayman. Avval malni qo'limga tushirib, ondan iz qo'g'lab o'ldiraman. Agar ular doktorxonadan chiqib ketib, yoshirinib olsa, ularni qanday topalaysiz? Mening Piristondagi g'arbiy janub kuchimni bo'shchaqlab qolman. Bundaq odamlarni tepish men uchun nihoyatda oson. Biroq o'ylab vaqtingizmi? Buning uchun qanchalik vaqt sarf qilasiz? 10 kun, 20 kun yoki bir oy? Bu Sizmi bilasiz, bu mal intayin maxfiy. Agar u bir necha odam qochib ketsa, bir oy emas, faqat 2-3 kun ichida maxfiyatlik oshkorlanib bo'ladi degan gap. demakchi bo'g'iningiz. Bu ishlarni biladigan har qanday odam o'lishi kerak. O burkti, jinyu, albatta, xolera giriftar bo'lgan bemorlarmi cho'qim o'lishi kerak. Bo'lmasa, maxfiyatlik oshkorlanib qolsa, oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Leo xo'jayin, 200 kesak oltinni ortiq tepishni xohlamsiz? Qanday topaman? Qizil Yulduz doktorxonasiga hujum qilib, hammasini bir axloq o'tirib etinglar. Doktorxonaga hujum qilamdi. Bu bakma tavakkülchi bo'lib qolamdi qandaq. Ozodlik armiyaning ishiga takil bo'lmaydi. Mening o'nnecha qurolliq odamim bo'lsa-mu, ularning elvatgan tirnig'imni takilamayman. Yerim kechida hujum qilsa, ularmi tayyorliksiz turdi. Kompartiya bilib o'g'icha, bizmi u yerdan allburun ketib bo'lgan bo'lamiz. Sizning qilganingizni kim biladi deysiz? Ey xo'jayin, obdaroq o'ylab beqing. 200 kesak oltin oldingizda turibdi. Elishni xohlamsiz yo'q. Ma'qul. Men bu ishni qilaman. O'cho, lohi. Bak. Aka. Birodarlarni ishga yo'qligi bilinglar. O'cho, sen 20 nafar odamni ilib, Longwang ibodatxonasiga berib, mallarni ip kel. Lohi, qolgan birodarlarni boshlab, Qizil Yulduz doktorxonasiga berib, umumiy yuzlik o'ltirishni boshlanglar. Hop. Hadi sizga keldi. Ana, to'g'ri bo'ldimi? To'g'ri bo'ldimi? Andan keyinchi bo'ldi. Bak aqlli ekansan. Sizga keldi. Sun doktor, qandayroq? 1 soatning oldida bemorga gemoglobin bilan yallo qaytirish ukulini qo'ydik. Onunga moslashtirib, ish surgi dorisi va qizni qaytirish dorisini ishkizdik. Hozircha bemorning ahvoli turaqlashib qoldi. Davomli yomonlashish ahvoli payqalmadi. Undaqda yaxshi. Qaraganda Johnson aytib bergan davolash usuli Unumbaga o'xshaydi. Shundaq. Rahmat chang apandim. Hech qisi yo'q. Bemorni ko'rib chiqsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Doktorxona boshlig'i bizga topilgan. Siz degan doktorxonaning eng aziz mehmoni. Shartsiz bemorlar bilan uchrashsangiz bo'ladi. Rahmat. Men ko'rib chiqay. Sizlar musha saqlab turinglar. Siz bilan birga boray. Ma'qul. Mayli. Bo'ladi. Yeah. Yes. Ay,
Esingizde bo'lsin. Ishni tez bajaringlar. Agar kompartiyaning diqqatini tortib qo'ysak, ish texmo cho'ngib ketadi. Xotirjam bo'ling. Aka, harakatni boshlaylik. Esinglar bo'lsin. Plan bo'yicha harakatini ishni cho'qim tez bitiringlar. Tushundim. Birodarlar, mayli. Qandaqroq? Ularning ahvolida o'zgarish yo'qdi. Hozircha nayt taraqliq. Menga Jonsonni yana kirib qarab baqayli. Nim bo'lganda, shuncha uzun vaqt bo'ldi. Nimanda qaytib kelmaydiganda. Nim qig'il ketgandi. Shuncha uzun vaqt bo'ldi. Yushan ocha. Ro'ja, nemish bo'ldi? Ustoz bizni mush yerda saqlab turinglar degan tuğu. Ro'ja, men hojatxonaga berib kelay. Bo'lamdi. Bu yoq kela. Hamma ishlarga aralashgan. Kichik bola degan cho'nglarni ashiq aralashmaydigan. Ustoz boy shundoq degan tursa. Bo'ladi. Ro'ja, men hozirla qaytib kelay. Ammo men bu tavrat qilaychi. Boshqalarning hojatxonaga borganini ko'rib, sening bu borg'ing keldimi? Qiziq-da bu. Bora. Vallahi Cangdabo, ishqinglar, ishni qo'ydinglar. Agar qochmoqchi bo'lganlar chiqsa, darhol o'ldirib yutinglar. Hop, hop. Li Chuan, Guan Shang, Bah, doktorxonaning to'xtamlash uyiga kirib, 3 minutdan keyin tokni o'zi yutinglar. hop. Nemish qilay, ikkisi bo'ladi. O'briktilar, yelqishga ayolchi. Aka, kasalxonaga kirib ketdimi ya? Ben bir necha birodarlar bilan Jin va Jinbiyoga taqobil turib, og'irlikni boshlab 3-qavatda ayrimxonasi hujum qildi. Aka, agar u burkti kasalxonada bo'lsa, undaqda Nima, o'qotamsan? yo'q, men faqat Xotirjam bo'l. U burkti har qancha qaltis bo'lsa-mu, bizning bu kechada hujum qilganligimizni o'ylab topolmaydi. U texnik tayyorlikdir. Mana buni kutmagan yerdan chiqib, tayyorliqsiz turganda hujum qilish deymiz. Birdandan keyin to'qnashgan biz turdi boshlaydi. Esingni tut. Ayrimxonadagi bemorlardan birisini tirib qolmasin. sizlar bilan menlar. Bu ishni Lenushan bilib qolmasin. Nemishqa? Bo'ldi, so'ramang. Kepimni olam. Biroq Yushan o'z odamimiz tursa, bu qitim sizni deb xo'jayini bilan qarshilashdik. Uningdan yushirsak yaxshi bo'lmasmikin? Yoshirish qo'g'dashdagi eng yaxshi chora. Tushundingizmi? Tushundim. Ko'nglingizni tushunaman. Biroq ish qilganda hissiyotga tayansak, hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi, so'zlama. Tushundim. Biz hozir Jonsonning yotoqiga kirib baqaylik. Bu yerda nima ish qilsan? Men kasal keldim. Uni qarab turib ovoz chiqarmasin.
Tam qarab tur. Ovoz chiqarsa et yutaman. Ha, ma'qul. Kendiklarga aytib qo'y. Chiroq o'chirma harakatni boshlaymiz. Chiroq o'chgan harakat boshlaymiz. Chiroq o'chgan harakatni boshlaymiz. Chiroq o'chgan harakat boshlaymiz. O'sha shu. Bo'ldi, turma. Yetivergin. Rahmat. Nima bo'ldi? Biror ovoz oldingizmi? Qandaq ovoz? Dam shu. Bir minutda kepes yutaylik. Zada nima ovoz oldingiz? Bir narsa chaqqan ovozindayman. Endi to'xtadi. Men nima ish qilmagandiman? Balkim qulog'imning sizim eshib ketgan bo'lishi mumkin. Qarasam sizga hamma narsa reaksiya qildi ekan. Bundaq kechida kim narsa chaqqan? Nima bo'lgandi? Qo'l chiroqni yoq. Qarindoshlar, harakatlanaylik. Hop, hop, hop. Nimish bo'lgandi? Jimyo, chatoq bo'ldi. Ish chiqdi. Yur, qarab boqaylik. Ro'shan aka qanday qildi? U o'zini qo'g'dashni biladi. Kim? Ba. Kıpırlama, kıpırlama. Cip dur. Lyutello, meni qo'yver. Lyutello, odam emas kelsan. Qo'yver. Odam emas kelsan. Qo'yver deyman. Ularni suvalni ichirib, mashinaga yalab et chiqin. Qo'yver. Qarab boqaylik. Ataylı. Eng nodir, eng yangi, suzukligi yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Tez valla, ot düşürün la, tez. Hayka, qanarak. O bürkütte kasalxona ekan. Etin la. Etin la. Birodarlar bo'ldi, atmanglar. Avval kasalxonada qo'rishinglar. Ondan keyin o chiqib qolsalar. O'ltiraytinglar. Xo'p. Etinglar. Atmanglar. Bir top hamoqatlar. O'z odamlarimizni tunishmadingmi? O'z odam? O'z odam ekan. Nima qilmoqchi? Men bir ayol tursam, yana nima qila olaydim, ha? Qo'lingni chiqar.
Azadır Toray. Bunda qilsam hem ishimizga foydali. Shundaqmi? Yana bir qitirday. Qo'lingni chiqar. Al qo'lingni bu. Yushan ocho. Ro'ja, sen kelsan qo. Bek yaxshi bo'ldi. Yushan ocho. Ustozchu. Ocho, 5-chi kasalxonada. Menimcha o'dishmalarga o't qo'yibdi deyman. Hamon bilan jim yo'qchi. Hayotdan pastda ularni eski odamlar tutib ketdi. Nima? Tutib ketdimi? Avval ustozingga yordam qilaylik. Uningdan boshqa odam hamon bilan jimiyoni qutqazamaydi. Agar palampaydan eski odamlar chiqib qolsa, menga xabar qil. Uqdingmi? Bag'in. Nima qilay deysiz? Siz zaten nima qilay deysiz? Sizga qo'l qo'ydim. Qotillar hozir hammani qo'rshib oldi. Sizning qanday tamaki chekishga royingiz borganda. Hey, turing, turing. Hozir qanday vaqt? Yetishga qanday royingiz bor edi? Men uxlaydim dedim. Birdan orom elovlay dedim. Buning nima farqi? Albatta farq bor. Orom elish kallini sakaklashtiradi. Biroq uxlash kallini dötleştiradi. Bu ikkisinin o'rtasida farq yo'q. Ma'qul, ma'qul. Sizga qoyil bo'ldim. Amsidana, qanday qilamiz? Qanday qilsak chiqib ketamiz? Tayyorlik qilayotganligimni ko'mayapsiz? Ha, karvatda o'tirib tayyorlik qilamsiz? Xatolashdingiz. Bu degan karvat emas. Bu bir mashina. Mahalaydigan mashina. Hay, nemish tamaki qoldiqini isbir qutisining ichiga sepib qo'ysiz, portlab ketadi. Tamaki qoldiqi bilan ispirt o'zaro tuqqan. O'tili surati nihoyat asta. To'g'ri dedimmi? Undaq bo'lsa nima bo'pti? Meni ishtirib sirtqa chiqarib qo'ying. Ha? Mening boy deganlarimni tushundingizmi? Bırakın! Kolayım kaltakmanlar! Kolayım kadehleşmenler! Ciddileşmenler!
Şegi, mushunchalar ko'p odam ta'kidlanmasligimizga faqat ishonmayman. Birodarlar, ular bilan urushinglar. Bo'shashmay urushinglar. Xo'p. Yetinglar. Çoxum şu. Aka, biz qaytib keldik. Loqay, ular tek tushib bo'lmadimi? Aka, biz chiqib yordamlashaylik. Chekinaylik. Chekinamdiq. Ular cho'qo o'burktiga yetib qoldi. O odamning rahmatini burunman chiqatib ketib baqqan. Agar shunday bo'lsa, cho'qo ko'p partiyani boshqarmasliklar sezib qoladi. O'chaq bizga ovozlash qo'yishga boshlaydi. Nima degan bilan, Jinni bilan Jimbiyo bizning qo'limizda. Maligisiga bir narsa deb tushuntiraydigan. Nechun? Aka, sen sutga chiqib lavhay hujum to'xtatayli deb. Hozir birodarlardan chekinsin. Xo'p. Mayli. Buradarlar, falan pes gücüş biterle tez. Hey, uykunuz geldi mi? Ruhcan uyedi. Nima? Bu ishkimiz uyedi bilibdi. Nima ishqi baltur demaysiz? Qaysi vaqtimda deyman? Kecha, bu yerda nima ish qilasan? Akam sizlarga gapirayotgan. Sizlarni hozirda chiqin sudaydi. Boyati men bu yerga chiqishim bilan qorong'uda birisi meni kaltak bilan urib, yerga yotqizib qo'ydi. Birisi? Kim o? Men buni aniq ko'ramadim. Unutsunlar! Buradarlar, chekinayli! Ustoz, meni qutqizing, ustoz! Meni qutqizing, ustoz! O'zingizni bismillah. Bo'lmasa uning ziyonkasi chiqib qo'ysiz. Ço'qimchu, tez bo'l, ishlash! Ustoz! Tez chiq! Tez bu yoqqa chiq! Agar chiqmasang, uni o'ldirayman! Yaqin kelma! Yaqin kelma! Uni qo'yib. Men bu seni qo'yib o'taman. Men shunday dotma. Agar aqlli bo'lsang, mening gapimga ishinasan. Men va'damni turadigan odam. Uni darhol qo'yib et. U deganda kichik bola. Yaqin kelma! Yaqin kelma! Nima ish buncha qo'rqib ketsan? Dushman bilan so'dilishni o'rganib olsang, hayotini uzarta olaysan. Sen degan qo'rqinchli odam. Agar men senle ehtiyotsizlik qilsam, hayotimdan ayrilib qolaman. Men sana dedim-ku, Ruchani qo'yib et. Men bu seni qo'yib etaman. Men sana ishonamdim. Eng yaxshisi men ishon. Bo'lmas o'zingning kallasini qetiqni ko'rib qolasan. Shundaqmi? Qani atmamsan. Qani men ko'rib baqay, o'zimning kallasini qetiq qanaqroq kel. Yana o'q chiqarsam, uni aytib o'taman.
Hemmimiz birlikte ölümüz. Sen ketken. Gepimni esingda ching saqla. Sen allıburun ölgen adam. Tez bulaylı. Mayli. Meni qutquzing! Ustoz! Ustoz! Meni tez qutquzing! Ustoz! Ro'shan qani? Ro'shan qayerda? Ular tutup ip ketdi. Aka, elim şunday. İp geldi. Başı neydi? Meni qo'yinglar! Meni qo'yinglar! Tez çıkın la. Uni bu yoqqa qo'yinglar. Ha, bu yoqqa kelinglar, ha? Ha, bu yoqqa. Rahmat sizga. Meni yana bir qatam qutqizib oldingiz. Jim yatqin. Rahmat. Çang efendi, Ha doktorxona boshlig'i. ahvolni men bildim. Yalnız siz bizga yordam qilsiz. So'z qilmang. Bu mening qilishga tegishli ishim. Bu ifloslarni bunchalik asabiylashib ketishini o'ylab boqmabdi ekanman. Hatto ig'ir kasallik giribdor bo'lgan bemorlarga hujum qilishni to'xtatmadi. Ular zodi bemorda. Savolingizga javob berishga men amalsiz. Men faqat qilishga tegishli ishimni qildim. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Ha doktorxona boshlig'i, sizlar hozirning o'zida boshqarma qismiga berib dilo ma'lum qilinglar. Ma'qul. Men hozirli boray. To'xtab turing. Yana nima ish? Men tilg'amam. Ha. Nima ishqa? Siz bizga yordam qilgan tursangiz. Men mavjud emas. Chang efendim, siz haqiqatan qoltis odam ekansiz. Ma'qul. Sizga va'da beray. Har qanday odamga sizning bog'lig'ingizni eg'iz ochmayman. Ma'qul. Rahmat sizga. Sun doktor. Men Johnson deb ketay. Biroq, uning kesili saqaymagan tursa, Uning bildiganlari bek ko'p. Ular uni hargiz bosh qo'yatmaydi. demoqchi bo'lganingiz, bu niyat qarish ifloslar Jonsonni o'ldirish uchun kelgan, shundaqmi? Undaq oddiy emas. Sizga deb bersammi, baribir tushunmaysiz. Garchi men sizning haqiqiy salohiyatingizni bilmasam-mu, sizdan nihoyat minnatdor bo'lgan tarafim sizning odatdagi odam emasligingiz. Bo'ladi Chang efendim. Ko'p ishlarni men so'rab yurmay. Buningdan keyin qanday yordam kerak bo'lsa, tortinmay ig'ib ichivering. Rahmat. Taki. Xo'shamsa. Hammasi mening kasobim. Men nimishqa bundoq qilvolik qilgandiman? Nima uchun? Nimishqa uni yolg'iz palampayda qo'yib qo'ygandiman? Bo'ldi qiling Yusha. O'z vaqtida bu ishlar bekmi jiddiy bo'lg'achqa, undaq bo'lishini o'ylamagan edingizda. O meni qutqizib qoldi. Biroq men uni nimish qilib berdi. O shuncha kichik turib, men yordam qilishni bildi. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lamang Yusha. Yig'lab oldingizmi? Gapni chiroyli qilsangiz bo'lmanda. Ang nodir, ang yangi,
süzüklük yuqori bo'lgan filmlar salkin süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Немишқа кеп қалмайсыз? Man nima deyman? Ro'chan tex bola tursa. Biz cho'nglarmi bijirib tugatanmaydigan vazifani uningga bersak. Cho'ngchangdagi paraxotdimi shunday qildik. Bugun shunday qildik. Bayatdan darvozaning oldida uni bir tal o'q bilan mingisini chuvitaymi deb o'yladim. Biroq mening qo'lim titrab qoldi. Chunki mening quralimdan shunday o'q chiqsa, Ro'chaning hayotini saqlanib qolishimi tez edi. Hamma odamlar mening tamkin va jimg'urligimga havas qiladi. Yana jasoratim ham qo'rqmasligimga havas qiladi. Biroq bugun birinchi qatim o'zimning jasoratining ojizligini his qildim. Men burun ko'rman qatim qotillarning taktikalariga taqobil turgan bo'lsam-mu, azaldan bunday yenilik qilib boqmagan edim. Lekin bugun mening qo'lim titrab ketdi. Men yana nima deyalayman? Men qobiliyatsizkenman. Yig'laydigan odam menkenman. Bo'ldi sizlimi? Biroq men yig'lamayman. Yig'a qayg'uga vakillik qiladi. Biroq hozir azoblansak, qayg'ursak bo'lmaydi. Bizga lozim bo'lgani jasorat va ishonch. Men sizlarga kapolat beramanki, cho'qim Ro'chani qutuldirib kelaman. Uning ziyonkashlik qilgan odam uni hasilab badal to'laydi. Ayting, endi qanday qilamiz? Johnson yelang tek hayotmikan? Shundoq. O burkti Johnsonning yotoq uyida meni 20 dan ko'proq odamni o'ldirib etdi. O burkti. Yana shu o burkti. Ular zot qancha odam? O burktidan boshqa yana shikoya uning yordam qildi. Shu odam necha o'nlagan mergan shu odamga taqobil turamidi? Bu gap tarqalib ketsa, Liu xo'jayinning yuziga satamasmi? Burada gapni bak no'g'ich qiladi ekansiz. Chunki siz uni ko'rib boqmadingizda. Bu odam bakmi qo'rqinchli. Agar ishonmasangiz, qani sizmi sinab ko'ramsiz? Albatta bo'ladi. Faqat Liu xo'jayin 200 kesak oltinni olamaydigan bo'ldi-da, isit. Jafomlik. Men siz uchun necha o'nlagan birodarlarimdan ayrildim. Endi bunday gap qilamsiz? Men uchun emas, oltin uchun. Unda emasmi? Biz baldır kelishib olgan, ahvolni biladigan barliq odamlarni o'ldirish uchun 200 kesak oltin beradigan bo'lgan. Biroq hozircha texi o burkti ikki yordamchisi bilan hayotli qolmasdan, yana Johnsonmi bor. Siz qaysi yuzingiz bilan pulning gapini qilyapsiz? Acaba Pristanni qo'l ilgiga gap turgan mol egasi bilan mushundaq sodlashganmi? Men yana konu gapni ta'kidlayman. Agar ishlarni biladigan birla odam tirik qolsa-mu, kesak oltinni olaman deb ham xil qo'qchi bo'lma. Odamni unda qistima. Men Liu Tianlo unda oson bo'zak bo'ldigan odam emas. Rost gapni qilay. Bu 200 kesak oltinni bersangmi bersan, bermasangmi bersan?